أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli kardeşler, biz bugün Sure Al-İmran'ın 35. ayetine geldik. İlgili ayet Allah Subhanahu ve Taala bu risaletning bu yolning faqat Peygamber Aleyhisselam ve onun ümmetiyle has yol emas, belki Adem Aleyhisselam'dan tatip ta Peygamber Aleyhisselam'gacha ümmette qachon islohot hujrasi tugagan hamon uning ichidan yangi bir payg'ambar turadiganligini va shu payg'ambarlarni ummatning ichidan tanlaydiganligini, ammo ummati Muhammadiyaning ichida unda hujraninki shaxslarda tugagan taqdirdami jamiyatda tugamaydiganligi, ummati Muhammadiya ma'lum bir qismi buzilgan taqdirda, yo'ldan chiqqan taqdirda yana bir qismining ularni qaytaradigan bo'ladiganligini bizga ishorat bergandi. Shu tanlanganlar ichida Adem Aleyhisselamni, Nuh Aleyhisselamni, Ali İbrahim, Ali İmran deb bir qancha turlarni payg'ambarlarni bizga tilg'ab o'tgan. Shuning qatoridan Al-İmran'a münasebetlik bir qissini, qurbonlik berish qissini, o'ziga Allohga atash qissini, Allohning qudratini namoyon qilish qissini bugungi 35 va undan keyingi oyatlarda Alloh bizga bayon qilib berdi. Davatudu astaizu billah iz qalat imra'atu Imran robbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. O'z vaqtida İmranning ayoli, yani Meryem Aleyhisselam'ın anısı dedi ki, ey Rabbim, ben sana kuskumdaki bu hamile balını bütün işlerden acırtıp halis sana nazır kıldım. Menden kabul kılgın, sen hemmini anlap durgucu, bilip durgucu. Muş ayetinin 5'deki iz degen sözü Arap tilda ötmüştü yüz bergen ma'lum bir ishninki vaqalikninki o'rni yoki zamonini, vaqtini bizga eslatadi. Shunga tarjima qilgan vaqtda ba'zi tarjima Qur'onlarda aslan shu vaqtni bir o'ylang degandek ma'nolarni qo'shib qo'ydi. Bu dal shu iz ma'nosidan chiqqan bo'ladi. Bu bir nuqta. Ikkinchidan muharrar asli Uyg'ur tilidagi kitob tahrirlash deb bir gap bor. Tahrirlikdir. Shuni bilan bir ko'kdagi bir yiltizlash so'z. Buning asli so'z ma'nosi har qanday bir narsani bog'lanchilardan ajratish. Uning ichidagi noto'g'ri yerlarni, o'ngshashga tegishli yerlarni o'ngshash degan ma'noda. Va balkim shu İmranning ayoli o'zining qo'sqidagi bolasini xolis Allohga topshirishni o'ylagan bo'lsa kerak. Chunki bilimiz bala insonning hayotidagi eng muhim tarafning birisi. Balkim shu davrimi, shu jamiyatmi shunday bo'lishi mumkin. Kishilar balalarga bog'lanadigan, balalar ota-onasining hayot yo'linishini o'zgartiradigan bir darajada. Yani balları en yürek parları. Ballarını da nurgun hayat planı özgüreydi, bu özgüreydi mesela. Demek kişiler ballarına bağlanıp ketken. Balalar mı ata-anasına bağlanıp ketken. Bu yüzden Meryem Aleyhisselatü Vesselam bu ahvalını kesip yani ma kusudaki hamile balasına nispeten yak. Yani balam ne? Allah'a atadım. Bala diyen ananın yürek parası olsun mu? Ama ben hemmeden vazgeçtim. Bütün işlerini, hatta beqilishdan tatip Beyt-i Mukaddes'nin hizmetine atadım. Ma şekilde. Hem de insan qancha en yüksek dereceye yesun Allah qo'ygan ishonchda. Boshqalarga munosabatlik tarbiya insonni mashg'ul qilib qo'ydi. Boshqalar bilan bo'lgan aloqasi insonni aldirash qilib qo'ydi. Ammo balaninki Beyt-i Mukaddes'e olan hizmetçiliki şunda bir halis olsun ki bütün kişilerden alakasız olsun. Hatta ki mendin diyen arada kalmamış mümkün Meryem Aleyhisselam. Yani bu balını ben bakmayayım demekçi. Ana özünün balasını vazgeçemiyor. Ama neymi o dese ma bala halis Beyt-i Mukaddes'in balası olsun ki hatta mini anı dep mesela. Ya ki bana bağlandıgan
men onunga bağlanıp qılıp voy balam deydigan ma ahvolmi bo'lmasin demakchi. Ya'ni o'zini tamamen qurban qildi deyishga bo'ladi bu yerda-chi. Bir mu'min ayolninki tamamen o'zini qana qilishi, qurban qilishi. Endi burundan shu vaqtdagi kishilar Baytul Muqaddasga bolalarini nazar qilmoqchi bo'lsa, bolalarini bermoqchi bo'lsa, ko'p hollarda o'g'illarni nazar qiladi. Bu yeni bir ehtimal. O'g'illar 18 yoshga kirguncha ota-onasi bekib turadi bolalarini. 18 yosh deyishim endi nuqul yosh masalasi emas. Shu rushd yeshi deb bir yosh bor bizning fiqh sohasida. Kishi o'zi mustaqil bir qaror olaligidek, oq qorni farqlantiradigan bo'lgan chaqcha, bo'lgan yoshni biz rushd yeshi deb ataymiz. Shu yoshga yetguncha ota-onasi bekib turadi o'g'illarni. Shu yoshga yetib, bola o'zi mustaqil qara og'udek, o'zining taqdirini o'zi belgilagudek bir bo'lgan vaqtida shu bola ya ota-onasi nazar qilgandek Baytul Muqaddasga tava bo'lishni yoki normal odamdek mustaqil yashashni o'zi tanlaydi. Yani bu insonning mustaqilligiga bo'lgan bir e'tirof shu vaqtning o'zida, o'zining hayotiga munosib bir qaror olish insonning o'zining qo'lida bo'lishi kerak. Endi Maryam alayhisalom balasining bo'qil shaklda bo'lib qolishini yoki o'zi bilan bo'lib qolishini xohlamaydi. Xolis. Mush ketgancha, ya'ni o'ziga bog'lanishni, undan keyin bir tanlashning bo'lmaslik degandek, ya'ni butunlay balasini Baytul Muqaddasga hammadan ajratib, muharrara degan ma'noda shu bo'lishi mumkin. Ajratib birish kerak. Ma'ni tasavvur qilgan bo'lishi mumkin mush muharrara degan so'zdan. Bu bir ahvol. Ikkinchidan Maryam alayhisalomning bu yerda orzu qilgani o'g'il bola. Chunki Baytul Muqaddasning xizmatini odatda normalda o'g'illar qiladi, ayollar qilmaydi, o'g'illar qiladi. Maryam alayhisalomning o'ylig'ini bu. Anikin oyatdagi nazr degan so'zni bir tushuntirib o'tay avval. Men nazr qildim. Qo'squmdagi bolani inni nazartu laka ma fi batni muharram. Nazr qildim degan bir so'z bor. Nazr degan nima desa, Allah yo'lga qo'ygan ma'lum bir ibodatni Allah'ның belgiliginden ziyade qilishni o'ziga vacip qilsa bir inson bu nazr bo'ladi. Masalan Allah 5 vaqt namozni bizga farz qildi. Men har kechasi 2 rakat namoz o'qimay deb o'zimga nazr qildim bu nazri. Allah %2,5% zakatni pul molda farz qildi. Men har yili topgan pulimning 10'dan birini yoki %30'ni, %50'ni masalan Allah yolda adadım. Bu nazar. Allah bir yılda bir ay roz tutuşunu farz kıldı. Ben dedim ki ben her haftası düşenbe, peşembe roz tutumen. Nazar kıldım üzerine. Ya ki her ayda 3 gün roz tutumen. Nazar kıldım. Bunun üzerine nazar olur bu. Nazar diye Allah belgilegen malum bir ibadetini şu belgilegenden sırt insan öz üstüge kana kılış, yükleş. Bunun da insan erkin. Farz qilgani insonga majburiy. Farzdan sirtqisi insonga erkin, ammo inson ash erkinligi tanlashi, o'zining tanlash ixtiyori, huquqi bilan o'ziga o'zi bir narsani tanlaydi, ustiga otidi, shu uning ustiga vojib bo'lib tushadi. Buning ismi nazr. Dal mayadagi Maryam alayhisalomninki onasining qilgani shu xil shakldagi nazr, ya'ni bolasini kimga otadi? Baytul Muqaddasga otadi. Amaliyotda nazr bendininki Allah'ның buyruqları qo'ygan ishqi, aşıqlıqınınki ziyadliginin ifadesi. Yani Allah belgilagandinmi ortiq bir narsani o'zining ustiga majburiyat shaklda qana qiladi, oladi. Bu ahvol shu oyat shu mazmunda. Oyatning oxiriga kelsak, fataqabbal minni mendan qabul qilgin ihrob dedi. Taqabbala degan so'z har qanday bir narsani rozimanlik bilan elishni taqabbala deydi odat arab tilida. Ba'zilar oladi, norozilik bilan oladi. Yoki oladi, keyniga tortib tosi xush yoqmay oladi. Ya'ni Allohning talab qilgani rozimanlik bilan ol ihrob deb ma shaklda duo qildi. Buning javobi keldiki keyingi oyatda. Keyingi oyat o'qiymiz, mush 37-oyatda.
Fetekabbelaha rabbuha biqabulin hasan. Rabbi bunu nayet güzel şekilde kabul kıldı. Ma şekilde cevap gelecek. Hem ayetki kaydıdan qarab çıksak hazır 35. ayetke. Rabbi inni nazartu leke ma fi batni muharrara fetekabbel minni inneke entes semiul alim. Semiul alim. Ayet nameşi Rab bilen başlandı. Ya Allah deb başlandı. Çünkü biz til okumudun Rab degan söz köp hollarda rububiyet, pervish, tarbiyalash hukumini o'z ichiga olgan shakldagi bir iltijo bo'ladi. Ya Allah uluhiyet ma'nosini, itoat, ibodat, nimualik, taklifat, vazifa ma hukumini o'z ichiga olgan shakldagi iltijo bo'ladi. Oyatning beshidagi ya Rob, ey Robbim deganning o'zi bizga bu terbiyeге münasebetlik mazmunlar ekanligini nima qilsa kerak, ifodalasa kerak. Masalan, Maryam alayhisolatu vasallam bolasini nazr qilganligini qabul qilishni o'tindi. Darrov javob keldiki, "Taqabbalaha rabbuha biqabulin hasan." Undan keyingi oyatlarga diqqat nazar tashlaganimizda hammasi tarbiyalash, parvarishga munosabatlik mazmunlar va ambataha nabatan hasan go'zal shaklda o'stirdi. Va kaffalaha Zakariya alayhisalomni unga nima qildi? Mas'ul qildi. Mushlarning hammasi tarbiya, parvarishga munosabatlik taraf. Shunga munosib shaklda oyatning bashi Rob degan iltijo bilan boshlandi. Amma yadiki fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan deb Allah subhanahu va taolo javob berdi. Diqqat kamida bu oyat shunda o'smi dedik. Hasan degan so'z güzel deb tarjima qilyapmiz. Güzel shaklda qabul qildi degan. Ya'ni bu razılıkmı? Razılıkdan texmo oshgan bir shakldagi qabul. Bu oyatni qabul qilishni tushundirdik. Taqabbala degan so'z bir narsani rozimanlik bilan qabul qilish dedik ya. Ma oyatning keyinda fataqabbalaha rabbuha qabul qildi deb bo'lib biqabulin hasan güzel degan so'zni ifodalash sababi rozi bo'lishdan boshqa güzel. Texmi Allohninki bakroq rozi bo'lib qabul qilganligini, texmi güzel shaklda qabul qilganligini qanday qilib ifodalaydi. Undan keyingi oyatga kelsak endi. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. İlk ayette Meryem Aleyhisselam men kuskumdaki balını muharrar halette hiç nimege bağlanmagan halis Beytul Muqaddas'ın hizmetiga ata qildim, nazr qildim degan shaklda kelgandi. Ya'ni bayatni deganimizdek az ilgari azroq deb o'tdik. Qo'sqidagi balaning o'g'il bo'lishini to'liq arzu qiladi. Chunki Beytul Muqaddasning xizmatini o'g'illar qiladi, qizlar emas. Shu davrda o'shda. Endi oyatda, keyingi oyatga kelgani falamma wada'atha Maryam alayhisalom tug'ildi. Maryam alayhisalomni tug'ildi. Maryam alayhisalomning onasi qalat robbi inni wada'tuha unsa. Allah, men qiz tug'ibdiman deydi yani. Vallahu a'lamu bima wada'at. Allah onun tug'ganligini obdan biladi. Va laysa zakaru kal unsa. Belki sen o'ylagan tug'moqchi bo'lgan xiyolingdagi o'g'il bola, haygiz men tuqqan qiz bolaga o'xshamaydi. Va inni sammaytuha Maryam. Men uni Maryam deb atadim. Sana sığınıp şu qizimni va shuning avlodlarini şeytanir racim deb la'natlaydi. Şeytandan panah tilayman deb mushakil oyoqlashdi. Buning ichida Allah subhanahu va taolaning qaytirgan bir javobi bor. Buni ikki xil tushunishga bo'ladi. Boshdan kelaylik qarindoshlar. Qalat Maryam alayhisalomning onasi dediki, "Ya Rob, inni wada'tuha unsa." Men qiz tug'ibdiman. Allah uning nima tuqqanligini obdan bilguchi. Ma Allohning unga bergan raddisi. Va laysa zakaru kal unsa. O'g'il bola qizaliga o'xshamaydi. Mishakaga vaqtida biz Maryam alayhisalomning hasratini ikki oyatni Maryam alayhisalomning hasrati deb olsak bo'ladi. Birisi Robbi inni wada'tuha unsa. Men qiz tug'ibdiman. Va laysa zakaru kal unsa. Bu o'g'il bo'lgan qizlarga o'xshamaydi. Baytul Muqaddasning xizmatini qildiganga o'g'il bola kerakdi. Men qiz tug'ibman. Ikkili oyat Maryam alayhisalomningki hasratlanish so'zi. Chunki o'zining bir orzusi bo'pti, bir umidi bo'pti.
xuddi ümidi ya'ni qolgandek bir xil tuyg'uda duo qilyotdi o'zining hazratini ifodalab. Bu ikkisini Maryam alayhisolamning so'zi Allah bununla reddiye bir cümle ötürücü şekilde ayette, kıstırma cümle şekilde وَلَيْثَ الذَّكَرُ كَالْاُنْسَى ya onda demez. Vallahu a'lemu bima vada'at. Yani Allah onun obdan bildi. Allah onun qilgan nazrisini bildi. Şunu qabul qildi, nima to'g'riligini obdan bildigini ma sen tuqqan bala, sen o'ylagandinmi daha büyük, muhim vazifelik bala. Bu kız tarixda bir aqida asosinin oldingi qadami bo'lib qoladi degandek bir mazmunni o'z ichiga oladi. Buna shakl tushunsak bo'ladi qarindoshlar. Yoki yana bir shaklda Maryam alayhisolamning so'zi faqat bir. Inni wada'tuha unsa. Qiz tug'ibdimi? Mush bir hasrati Maryam alayhisolamning so'zi, uning kaynidagi walaysa zakaru kal unsa. Hasratlanma. Sen tuqqan bu qizga sen tug'ma deb arzu qilgan o'g'il hargiz yetanmaydi. Vallahu a'lamu bima wada'at. Ma ikkala oyat Allohninki Maryam alayhisolamga bergan javobi bo'lib tushunsak, bo'ladi bu da texmo bakroq aniq chiqadi buningda. Maryam alayhisolamning bir jumla Maryam alayhisolamning so'zi vallahu a'lamu bima wada'at va laysa zakaru kal unsa. Ma ikkisi Alloh subhanahu va taolaninki Maryam alayhisolamga bergan javobi deb tushunsak bo'ladi. Nima uchun? Chunki Maryam alayhisolamning onasi to'qqan bu qiz Maryam alayhisolamning o'zi hisobda. Maryam alayhisolamning o'zi men bu oyatning dars jarayonida Maryam alayhisolamning onasining tilg'ali to'g'ri Maryam alayhisolam deb qo'ygan bo'lsam shuni to'g'ri tutib anglaysizlar. Maryam tug'ilgani Maryam alayhisolam yuqorqi dialogini so'z degani emas Maryam alayhisolamninki onasininki so'zi. Maryam alayhisolam odatdagi normal ayolga o'xshamaydi va yoki odatdagi erlarga o'xshamaydi. Chunki Maryam alayhisolam Allohninki büyük alomatlaridan bir alomat dunyodagi. Qiyomatga qadar büyük bir aqida musofisininki tunji qadimi. Aqida musofisining aqida insonlik aqida. Allah subhanahu va taolo mutlaq qudrat egasi dunyoda yaratilish qonuniyatini yaratdi. Qonuniyatmi Allohning? Va qonuniyatdan sirtmi yaratish mo'jizalarini biz ko'rsatib qo'ydi. Dunyoning yaratish qonuniyati bo'lsa, har qanday juft narsadan yaratilish. Va min kulli shay'in xalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Har juft narsadan, har ayoldan nasl qoldirilib, inson yaratilib tug'iladi va yashaydi. Mush shaklda hayotlik davom qiladi. Bu Allohning dunyoni yaratgan qonuniyati. Bundan sirt qonuniyatdan sirt 3 xil yaratilish shakli bor. Allohning qudratini ifodalaydigan. Birisi hech nimasiz yaratilish. Odam alayhisalom buningki tipik misoli. Ikkinchisi erdan yaratilish, ayol yo'q. Havo alayhisalomning Odam alayhisalomdan yaratilgani. Bu ikkinchi xil misol. Uchinchisi ayoldan yaratilish ersiz. Yani Maryam alayhisalomninki onasidan Maryam alayhisalomdan Isa alayhisalomninki dadisiz tug'ilishi. 4 xil yaratilish shakli bor. Buning ichida birisi qonuniyat, Alloh maduniyat yaratgan qonuniyati bo'yicha yaratilishga er va ayoldan yaratilish. Yana birisi hech nimasiz yaratilishga Odam alayhisalomning yaratilishi buning misol. Yana birisi erdan yaratilish, ayolsiz Havo alayhisalomning yaratilishi buning misol. Yana birisi ayoldan yaratilish, ersiz Maryam alayhisalomdan Isa alayhisalomning tug'ilgani. Bu 4 xil aqliy jihatdan biz tushunadigan nuqtada 4 xil yaratilishninki 4 xil shakli bizga Allohning qudrati sifatida hammasi o'rtaga qo'yildi. Odam alayhisalomning yaratilishimi o'rtaga qo'yildi. Havo alayhisalomning yaratilishimi bayon qilindi. Isa alayhisalomning tug'ilishimi bayon qilindi. Odatdagi normal insonlarning er ayoldan yaratilib avlod qoldirish, nasl qoldirish, ko'payish bu ahvollar yaratildi. Ya'ni shu buyuk 4 dona yaratilishning birisi bo'lgan dadisiz yaratilishdan iborat. Allohning mutlaq qudratini ifodalaydigan bir aqida, dunyodagi aqida musofisi dal Maryam alayhisalomdan boshlanadi. Bu nuqtadan Maryam alayhisalomning ahvoli hech kimga o'xshamaydi, na erga o'xshamaydi, na ayolga o'xshamaydi. O'g'il bolani ortiq Baytul Muqaddas xizmat qilishga taxamul loyiq deb umid qilgan Maryam alayhisalomning onasiga Alloh subhanahu va taolo raddiya qilgan shaklda, uni javob bergan shaklda
وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى. Bu qizalağa hech qanday kishi qanday qilmaydi, o'xshamaydi. Sen o'ylaganingga o'xshamaydi, boshqasiga o'xshamaydi demoqchi. Gerçi Meryem Aleyhisselam'ның anısınınki, İmran'ның ayalınınki niyeti oğul bola olsun degan bolsa, Allah'ның takdiri kız buluşunu irade kıldı ve bu kızның adatda keçкен oğul bolğanга o'xshamaydiganligi, buning darajasiga o'g'illanib yetenmaydiganligi Allah tarafidan bu oyatda o'tirg'i qo'yildi. Undan keyingi oyatda qarindoshlar İmran'ның ayali Meryem Aleyhisselam'ның anısı dedi: "Ve inni semmaytuha Meryem ve inni u'idhuha bika ve zurriyataha mineşşeytanirracim." Yani İmran'ның ayali Meryem Aleyhisselam'ның anısı özünün anılık tuyg'usini bir ifadaledi. Beytullah'ның hizmetini kıldıgan bir kız. Asli oğul olsun deb arzu qilgan, lekin kız. Şunu bilan bu kız Beytullah'ның, Beytul Muqaddas'ның hizmetini kıldıgan bu kız ibadet, abide olsun, itaatçan olsun deb Meryem Aleyhisselam deb isim koydu bunga. Çünkü Meryem şularning o'z vaqtidagi tilda ibadet qilish degan ma'nosida. Bu bir xil ichki tuyg'u. Adat ata-ana balalarga ichki tuyg'usi qanday bo'lsa shunga yarasha bir ism qo'ydi. Balaga qo'yilgan ism ata-onaninki balaning kelgusidagi ümidi, balasiga nisbatan kelgusida mandaq bo'lsa ekan degan umidini aks ettiradigan bir ism qo'ydi. Bu Meryem degan ismmi? Meryem Aleyhisselam'ның onasininki bir ichki tuyg'usining bir ifodasi. İbadet qilg'uchi degandan keyin ibadetning, qo'lchilikninki eng duch keladigan birinchi to'solg'usi shayton. Shaytonning xizmati insonni shu qo'lchilikka qarshilik qilish. Bir inson ibodat qilmoqchi bo'ladi, men obid bo'lsam bo'ldi, Allohdan qo'rqsam bo'ldi deydi. Shayton kelib, "Ani qiladi, mana qiladi, qilmasang bo'ladi" ya deydi. İmran'ның ayali Meryem Aleyhisselam'ның anası Meryem Aleyhisselam'nınki abide oluşunu arzu qilgan ekan, bunun avval başlab Muşu ibadet goy buluşuğu tusalgı otgan çoğun tusalgını aldın eliş gerek ki şeytandan himaye kılış gerek. Hem insan buluş noktasından şeytandan himaye kılınışı pek aciz. Mahluk şeytan bilen cengi girgen vakitte belki yengilip kılışı mümkün. Ama şeytan Allah bilen cengi girenmeydi. Bu noktadan biz özümüzni himaye kılış için özümüz aldığımızga çıkmayı şeytandan aldığa. Allah'ını billab çıkışımız gerek ki Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Estaizu billahi mineşşeytanirracim degan ma dualar bilan bildi çıkışımız gerek. Şu vaqtda şeytan asta yo'qolib ketadi. Vasvasil xannas. Meryem Aleyhisselam'ның anası del Meryem Aleyhisselam'ның abide oluşunu arzu qilgan bo'lg'achqa birinchi bo'lgan shaytondan qo'rmoqchi bo'ldi. Rabbini Meryem Aleyhisselamga hamroh qildi ekan. Nima dedi oyatning oxirisida? Va inni u'izuha bika va zurriyataha mineşşeytanirracim. Ey Rabbim, sana sığınıp bu Meryemni ve bunun avladlarını şeytandan saqlashingni tilayman deb Rabbini hamrohligiga oldi. Meryem Aleyhisselam'ның hamrohligiga. Ya'ni Meryem Aleyhisselamga şeytandan koruyduğun koru tamsal deb tushunsak bo'ladi. Çünkü Kur'an bizga shuni o'rgatdi. Şeytanga qanda taqobil turish, qanda mudofiya qilishni. Va imma yanzaghannaka mineşşeytani nazghun. Sura Araf'ning 2-oyat. Şeytan sana çaqilib qolsa, şeytandan shunda vasvasa kelib qolsa, fasta'iz billahi mineşşeytanirracim. Fasta'iz billah. Allah qizig'ini panoh tila, innahu samiun alim. Allah hemen anlab bilib turuvchi. Allah'tan panoh tilagandan keyin Allah'ning qishimizga olgan bo'lamiz. Biz Allah'ның himayesi ostida, Allah'ның qo'rumusi ostida, bizning atrofimizni Allah'ның bir sepeli qo'g'dab turgan bo'ladi. Shayton asla va asla kelinmaydi. Biz mana shaklda takrorlayversak, davom Allah'ni o'zimizdan qashti qilsak, davom Allah'ның qo'rumusi ostida, Allah'ның himayesi ostida o'ssak, shayton bara qarab kelib, bu inson azliq bo'lmaydi ekan. Ammo qo'rimizni yutanmaydi emasmi? Mudofiyatimizni yutanmaydi emasmi? Şeytan bizden şu vaqtida ümidini uzdi. Hatta Rasulullah bir odam o'zining oilasiga kelgan vaqtda, ya'ni kashdagi ayoli bilan bo'lgan munosabatlarda hatta shaytondan panoh tilashni o'rgatdiki, Allohumma jannibni shayton va jannibish shayton ma razaqtani. Ey Alloh, mendan va menga rizq bermoqchi bo'lgan bu baladan shaytonni yiroq qilslar. Ular Rasulullohning duosi. Aile münasebeti yeni avlatning boshlanish bir qadami.
Yeni avlatlarning boshlanishi dal shaytondan mudofialangan asosda bo'lsin da'vatidir payg'ambar alayhissalom. Oyatdagi Maryam alayhissalomning onasining qilgan duosimi shu. Ma Maryam, ma tuqqan balani Maryam deb atadim. Allohga bu ibodat qiladi, Alloh itoatchan banda bo'ladi va buni Allohning qo'rmisi, Allohning himoyasi ostiga olaman. Ey Allah, o'ziga sig'inib shaytondan panoh tilayman deb Allohning himoyasi ostiga bundan keyin shaytonning hujumiga uchramaydigan bir holatga akilishni orzu qildi. Bu yerdagi zurriya degan so'z, avlod degan ma'noda men shunday tarjima qildim. Avlod biz tushunganimizdek davom ko'p ma'no ifodalaydi. Avlod zurriyat, bir bola o'simi zurriyat, ikki bola o'simi zurriyat, undan ko'p bola o'simi zurriyat bo'ladi. Shunga bu yerda zurriyat uning avlodi, bolalari deganda Isa alayhisalomni maqsad qilib tushunsak bo'ladi. Undan keyin qarindoshlar oyat davom qilyotdi. 37-oyatga keldik. Yani shu voqealikning davomi. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. رب Meryem Aleyhisselam'ı en güzel şekilde kabul kıldı ve bunu güzel şekilde perveriş kılıp östürdü ve bununla Zekeriya Aleyhisselam'ı kepil kıldı. Şu vakti zamandaş Zekeriya Aleyhisselam Meryem Aleyhisselam'ın hamısının yoldaşı, yani Zekeriya Aleyhisselam'ın ayağı olan Meryem Aleyhisselam'ın anısı kırındaş. Kullama dakhala aleyha Zekeriya'l mihrabe. Kaçan Meryem Aleyhisselam'ın hanesiga Zekeriya Aleyhisselam kirse vecede indaha rizqa. Okşumagan türlük üzü ekirip vermegen naz nimetlerini kürtti. Deyt ki ya Meryem enne leki hada. Ey Meryem bu nereden geldi sana? Qalet huve min indillah. O Allah'ın kışından geldi. Allah halığın kişiye haddi hesapsız rızık verdi. Ayet bek güzel mezmunlarını ölçüge alın. Birinciden biz Allah'ın ki Meryem Aleyhisselam'ı güzel şekilde kabul kılganlıkını, güzel şekilde östegellikini bilip öttük. Keffeleha Zekeriya. Zekeriya Aleyhisselam'ı kipil kıldı degan mushu oyatga kelsak, bu yerdagi keffalaha Zekeriya'mı yuqoridan osmondan kelgan bir buyruq ifodasi chiqdi bu yerda. Zekeriya alayhisalomni Alloh urunlashtirgan. Allohning buyrug'i bilan kipil olgan. Bunun dalili nima desa, Meryem alayhisalom tug'ilib, kim kapolatlik qildi, kim boqadi endi bu bola Baytul Muqaddasdan oldi. Baytul Muqaddasdan shu vaqtdagi cho'nglari buni men boqaman deb talashdi bu vaqtida. Şu vaqtning qoidasi o'ttirdi bir talash chiqib qolsa, o'zaro kuchliklarningki ojizlarni zulm qilib qolmasligi uchun chek tashlash orqali qana qiladi, masalani hal qiladi. Bu normalda eng adil usul, ya'ni insonning ixtiyorligidan masalani Allohning ixtiyorligiga qo'yish. Agar kuchliklar o'zining kuchiga tanib evaldiga sho'p qolsa, ojizlar olmasligi mumkin. Birisi elib olsa, birisining ko'ngliga g'um tushadi, adolat tushadi, hep mendan elib oldi, kuchiga tanib deydigan chiqadi. Chek tashlagandan keyin insonning tam ixtiyori yo'qaydi u yerda. Alloh kimga iroda qilsa, shu qana qiladi, uningga erishdi. Bu shu vaqtdagi ashta bir qoida etdi. Ham shu qoidani qo'llansa bo'ladi. Ya'ni insonlar o'tirisida bir ishda kelishanmagan, datalash qilmagan vaqtda chek tashlash orqali kimga chiqsa shu qilsa bo'ladi. Hatto buni sura Al-Imronning 44-oyat oldimizda bayon qilindi bu ahvol. Zalika min anba'il g'ayb nuhihi ilayk va ma kunta ladayhim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Sen o'z vaqtida ularning qashdi yo'qding, bu g'ayb xabarlar biz sana vahiy qilyapmiz. Bular Maryamga kim kipil bo'ldi talishib, o'zlarining chaklarini qana qilgan tashlashgan. Va ma kunta ladayhim iz yaqtasimun. Datalashgan vaqtda sen yo'qding ularning qashdi, shuni bayon qilyapti. Endi Maryam alayhisolamning kipilligi bir masala chiqadi bu yerda. Ularning o'tirisida o alaman dedi, bu alaman dedi. Oxirisida bular shu chek tashlashga ittifoq keldi. Alloh subhanahu va taolo dal bu chekni kimga chiqadi? Zekeriya alayhisolamga chiqadi. Buning o'zimi Meryem alayhisolamga bo'lgan kipillikning eng go'zal shaklda bo'lganligi, chunki Zekeriya alayhisolam tuqqan keladi. Zekeriya alayhisolamning ayoli Meryem alayhisolamningki hammasi. Ya'ni o'zining tuqqandan qashqa badi. Ham go'zal bir shaklga keldi demakchi endi bu yerda. Mufassirlar bayatni o'qigan oyatimizdagi ular aqlamahum degan iborat va o'zlarining qalamlarini tashladi. Bu nima desam, shuni birisi o'qiya deb izohlaydi. Ya'ni birisi Tavrat yozilgan qalam deydi. Qanday bo'lsa,
Bular öz vaqtida bir ishni talashib qolsa, bir necha o'ylarning o'tirisida o'zlarining qalamlarini dengizga tashlaydi. Kimning qalami cho'ksa, shu utqan bo'ladi. A qalami laylab qolganlari utanmagan bo'ladi. Zakariya alayhisolamning qalami cho'kdi. Shuning bilan Maryam alayhisolamning kipilligi Zakariya alayhisolamning quliga o'tdi. Ya'ni buni biz va kaffalaha Zakariyadagi oyatdagi Allah kipil qildi degan yerga gapiramiz. Ya'ni masala inson o'zi kelishib, deyishib qilishdan, ya'ni insonning ixtiyoridan chiqib, insonning murodidan chiqib Allohning ixtiyoriga o'tdi. Bu aloqa insonlar o'rtasida datalish bayat deganimizdek datalashib qolgan vaqtda o'zaro qo'saqqa g'um tushmasdan, ochiq yemasdan masalani hal qilishning eng go'zal chorasi. Chunki bu xil shakldan boshqa datalashib gap yo'g'anning, kuch yo'g'anning, bilak yo'g'anning yoki boshqa tarafi kuchli kishilarningki masalani o'z oldiga tortib olishi boshqalarning ichida bir o'chmanlik paydo qiladi. Ammo cheklashlangandan keyin hamma bilan rozi bo'ladi. Chunki u yerda hech kim hech nimani qana qilolmaydi. O'zining deb o'z ixtiyori bilan tanlay olmaydi. Bu ahvol Yunus alayhisolamning qissasida bir qitim bayon qilinadi. Hammalar bilamiz va inna Yunusa sura Saffatda va inna Yunusa laminal mursalin. Yunus payg'ambarlarning qatoridan deydi. Iz abaqa ila al-fulk al-mashhun. Qechib bir paraxotga, bir kemaga chiqdi. Fasahim kema shamolga g'arq bo'lishga duchor kelib, birisininki kemadan tushib ketish to'g'ri kelib qoldi. Bu yerda shu kuchli to'yniblam ojizlardan birini etiversa, bu bir zulm bo'ladi. Kemidagilar o'zaro qana qildi, chek tashladi. Fasahama fakana minal mudhanin. Mudhadin. Ya'ni chek tashladi, cheki chiqqanlar kim bo'ldi? Yunus alayhisalom bo'ldi. Dengizga sakradi, uni biliq yutdi. O biliq qaysi biliq ya kitmo yoki undan cho'ng biliqlarmi? Vallohu alam. Agar u tasbih aytmagan bo'lsa, biliqning qo'zg'alib qiyomatga qadar qolib qoladi deydi. Ya'ni bir odam kimidan tushib ketish kerak, chak tashlandi, kimida bala o'tirsa chak tashlandi. Chunki zulm bo'lib qolmiz, kuchliklar qilib ojlarni etvetmisin-da. Shundan chak kimga chiqdi? Yunus alayhisalom bo'ldi. Buni Allohning irodasi deb bilgachga rozi bo'ldi. Buning dalili falawla annahu kana minal musabbihin. Agar tasbih aytqushlarning qatoridan bo'lmagan bo'lsa, ya'ni tasbih aytmagan bo'lsa degani tasbih aytish taqdirga bo'lgan rozimanlikning ifodasi. Allohning tanlashini qabul qildi Yunus alayhisalom. Tasbihni unutmadi. Bu tufaylidan Alloh subhanahu va taolo Yunus alayhisalomni qutqazdi. Ammo oyatdagi Zakariya alayhisalomning Maryam alayhisalomga bo'lgan kipilligimi Alloh tarafidan o'rinlashtirish. Allohning ixtiyoriga. Shunga oyatda bu ifoda qana shaklda ifoda qilingan desa, kaffalaha shaklda. Kipil qildi shaklda. Kipillik nima bilan bilamiz? Uyg'urchada shu kipillik deyiladi. Birovga kipil oldim, unga kipil oldim demasam birisi-birisini qarz oldi. Kipildan birini teping deydi, men kipil olaman. Qarshi taraf qarzni to'layolmay qolib qolsa, men tutdim. Ya'ni ma'qul shakldagi kipillik ma'nosi shu, ya'ni bir ishga mas'ul bo'lish, ega bo'lish ma'nosida. Bütün ishlarini shu ustiga elish degan ma'noda bo'ladi kipillik. Undan keyin oyatga qarasak, oyatda kullama dakhala alayha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qanaqadir bir qitim shuna kirib qolgan ish emas. Zakariya alayhisalom Maryam alayhisalomdan qashqa kirsa, turli noz-ne'matlarni kiritdi degida bir qitim kirib qolgan ish emas. Kullama ifodasi oyatdagi davom. Chunki u mas'ul. Ahvolidan ko'ngil bo'lmas bo'lmaydi. Har doim kirsa, qishda bir noz-ne'matlar. Tabiiyki bir mas'ulninki o'z mas'uliyat doirasidagi kishilarninki holi ahvolidan so'rash huquqi bor. Ulardagi o'zgarishlardan so'rash huquqi bor. Nereden keldi bu? Anna laki hada. Nereden keldi bu sana? Mushuning o'zini nima ifodalaydi? Mushayni ma'lumimiz esa Maryam alayhisalom tug'an joy taqoq joy. Bir odam kirmaydi, yoki qana qilmaydi, chiqmaydi. Agar uchoq, xalq odam kirib chiqida o'xshab qolsa, so'maydi. Chunki birisi akirib bergan bo'lish ehtimoli bor. Bu yerga faqat Zakariya alayhisalom kiradi, Maryam alayhisalom ichida bor, qolganlar chiqmaydi. Bu shakldagi taqoq joy. Unda o'g'achqa kim akabadi, nereden keldi degan savol an mantiq qiladi ma'no nuqtada. An oyatdagi rizq degani inson manfaat oladigan har qanday bir narsa, rizq.
Oyatdagi anna laki hada bu sana nadin keldi degan oyatda sal to'xtalamiz azroq. İnsan dadı bulup bilen dada bir sınıfның o'qituvchisi bulup bilen bir askarninki qo'mondoni bulup bilen bir davlatning raisi bulup bilen qo'l ostidagilarda shubhilik deganimiz ya'ni insonning hayronligini qo'zg'aydigan taqtidan chekidan oshgan ishlarni ko'rgan vaqtida cho'qim buning mas'uliyatini so'rash intayin muhim. Bir dada o'zining qizlarininki normal oylik kirimidan taqtidan yuqori kiyim-kechaklarni kiyganini ko'rganida o'g'illarininki normal oylik kirimi yoki taqti chekidan o'zi bergan chiqimdan sirt iqtisodlarni sarf qilayotganligini bilan xilayotganligini ko'rganda balam bu nadin keldi. Bir jamiyatda birovlarning masalan jamiyatning ishiga ega bo'lgan davlat raisi deymiz yoki kishilarningki lideri deymiz. Bularningki o'zining oylik kirimi, oylik o'zining normal iqtisodiy chekidan sirt boyligini ko'rgan vaqtida bu sana nadin keldi. Va har qanday sohada kishining o'zining taqtidan yuqori bir ishni ko'rgan vaqtda bu sana nadin keldi degan savol so'ralmag'inida pasatchilik umumlashib ketdi. Agar mushu savol bir oddiy savol emas, mas'uliyat ifodasi agar joyida ijro qilinsa, hamma odam o'zining mas'uliyat doirasidan nadin keldi degan bir savolni so'ray olgan vaqtda hamma ish o'z-o'ziga tushadi, pasatchilikning oldi olinadi, kichik oiladan tortib yuqorisi davlatgacha vayron bo'lishdan, yiqilishdan saqlanadi. Mana Zakariya alayhisolamningki anna laki hada degan so'zi o'zi ko'rgan shu xil turlik nozu ne'matlarningki manbasidan so'rgan savol, normal savol odatda. Zakariya alayhisolam shu mas'uliyat nuqtasida turib, normal boshqa narsani o'ylamay so'rgan, ammo javob bek ig'ir keldi. Zakariya alayhisolam balkim biladi, e'tiqod qiladi, ashta e'tiqodi u bir payg'ambar, ammo xalqqa bek keltirmagan bir savolga uchurdi. Javobga radga uchurdi. U o'simi Maryam alayhisolam dediki, "Innalloha yarzuqu man yasha bighayri hisab." Bu javob Alloh xalqan odamga hisobsiz rizq beradi degan javob Zakariya alayhisolamga nurg'un narsalarni eslatdi. Nurg'un masalani qo'zg'ab chiqdi, oddiy masala emas. Zakariya alayhisolam qishki noz ne'matning manbasini so'radi. Maryam alayhisolam cho'ng bir aqida masalasi haqida javob berdi. U o'simi Allah mutlaq qudrat sahibiki bo'l deydi, bo'ladi. Musha kelgan vaqtda Zakariya alayhisolamda bir ahvol, tuyg'u, bir hayajonlanish paydo bo'ldi-da, o'ziga qarab baktı. Yashinib qolgan buvoy. Ayoli qarab baktı, tug'mas. Ishkilasining yeshi cho'ngib ketib bir yerga tig'liq, bolasi yo'q. Ammo Maryam alayhisolam tarafidan Allohning mutlaq qudrati aslatilyapti. Bo'l deydi, bo'ladi. Demak, Zakariya alayhisolamga bola berishga qodir Alloh. Bir qiz bo'l degan so'z bilan bu ahvol Zakariya alayhisolamga pek ta'sir qildi. Shuning bilan Zakariya alayhisolam darrov ma'agan javobdan ta'sirlanib bir duoga tutish qildi. Biz bu haqdagi mazmunni kelasi soatlik darsimizda 38-oyatda o'qiymiz. Bugungi darsimiz mushiyada oxirlashadi. Ya'ni Maryam alayhisolamningki tug'ilish jarayoni, tug'ilishdan ilgirki onasininki nazar qilganligi, Allohning qabul qilganligi, Baytul Muqaddasdagi kafolatiningki kepilligini Zakariya alayhisolamga taqsim qilinganligi, go'zal shaklda o'sib yetilganligi jarayonini o'qib o'tdik. Inshaalloh kelasi soatlik darsda Maryam alayhisolamningki javobining ta'sirida Zakariya alayhisolam qilgan bir duo va o'qigan duoninki natijasi qatorliq mazmunlarni o'qiymiz. Kelasi soat ko'rishguncha hammani Allohga omonat qildim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.